hatto homiladorlikda ichsa bo'ladigan kollagen naborlar. Bularni hammasi halol, sostavi toza, sabzavotli, anorli, gilosli. Sabzini hidi kelyapti. Bismillah. Homiladorlik paytingizda qayt qilginglar kelmaydi. Agar sizlar homilador yoki homiladorlikdan keyingi paytda bo'lsanglar, birinchi o'rinda bizda rastashqali tanamizda sochimiz to'kilishi, bu oddiy homilador bo'lmagan odamlarda ham bu holatlar kuzatiladi. Suyaklar yemirilishi, tirnoqlarimiz plastinalari qavat-qavat bo'lib ketishi. Kollagen ayol kishining organizmiga eng kerakli bo'lgan vitamin. Bu gilosligisi. Chiqishini qarang. Maza. Kuniga bitta dona yeysizlar, ertalab zavtrakdan oldin, sizlarning organizmingizda yetishmagan kollagenlarni o'rnini to'ldirib beradi. O'shandan keyin o'sha sizlarning sochingizda to'kilish oldini oladi, sizlarning mana bu teringizlar qarishini oldini oladi. Homilador bo'lsanglar rastashqalar tushmaydi. Shunday anorlisi. Bu ozgina mana bu gilosliga o'xshab ketar ekan. Uning ta'mi вообще boshqacha. 45 kunga yetadi. Har bitta pachkasini ichida 15 tadan bo'ladi.